Keyingi yillarda davlatimiz rahbari tomonidan pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish, zamonaviylashtirish, ta'lim sifatini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ta'limda zamonaviy pedagogika va axborot kommunikatsion texnologiyalaridan foydalanish, bilim berish, ilmiy kashfiyotlarning amaliy ahamiyatiga e'tiborni kuchaytirish bo'yicha qabul qilinayotgan qonun va qarorlar hayotimizda o'z aksini topmoqda. Joriy yilda Prezident qarori bilan Navoiy davlat pedagogika instituti negizida Navoiy davlat universiteti tashkil qilindi. Endi Navoiy davlat pedagogika institutida tahsil olayotgan barcha talabalar o'qishlarini universitetda davom ettiradi hamda 2024-2025 o'quv yilidan boshlab bitiruvchi kurs talabalariga universitet diplomi beriladi. Ayni vaqtda bu yerda 11 ta fakultet, 26 ta kafedra faoliyat ko'rsatadi. Universitetda 34 ta ta'lim yo'nalishlari bo'yicha bakalavrlar, 18 ta mutaxassisliklar bo'yicha magistrlar tayyorlanmoqda. Bugun butun mamlakatimizda bo'lgani singari viloyatimizda ham yoshlarni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, ularning axborot texnologiyalari bo'yicha savodxonligini oshirish, yoshlar o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish, xotin-qizlar bandligini ta'minlash vazifalarini o'z ichiga olgan 5 ta muhim tashabbus alohida harakatga aylandiki, buni Navoiy davlat universiteti faoliyati misolida ham ko'rishimiz mumkin. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan Navoiy davlat pedagogika instituti negizida Navoiy davlat universitetining tashkil etilgani talaba yoshlarning kayfiyatini yanada ko'targani barobarida ularning turli yo'nalishlardagi muvaffaqiyatlarini yanada oshirishga ilhomlantirdi. Ushbu Navoiy davlat universiteti maqomiga erishgandan keyin bizni oliygohimizda noyabr oyini o'zida ko'plab talabalarimiz viloyatda, respublikada, xalqaro darajalarda o'z o'rinlarini egallab kelmoqda. Mana yaqinda bo'lib o'tgan munozara intellektual o'yinida ham 3 ta tilda bellashuvlar bo'lib o'tdi. Unda ingliz va o'zbek tillarida bizning oliygohimiz talabalari faxrli birinchi o'rinni egallab, viloyat hokimi kubogiga sohibi bo'ldi. Yurtimizda kitobxonlikni keng targ'ib qilish maqsadida Kitob mening do'stim respublika tanlovini oliy ta'lim bosqichi, bundan tashqari Navoiy viloyat bosqichi ham o'tkazildi. Ushbu o'tkazilgan musobaqada bizning oliygohimiz talabasi mutlaqo birinchi o'rinni egallab, hozirda respublika bosqichiga yo'llanmani oldi. Sport sinovlarida hozir mana bizning oliy ta'limimizda 12 nafar talabaga maxsus sertifikatlar, ulardan 12 nafardan 6 tasiga maxsus ko'krak nishonlari taqdim qilindi. Bularning barchasi bizning oliy ta'limimizdagi rahbariyatni talabalarga yaratib berayotgan sharoitlardan biri desam adashmagan bo'laman. Buni davra suhbatlari bizning oliygohimizda bir an'ana bo'lib qoldi desam adashmagan bo'laman. Oliygohimiz rektori shaxsan o'zlari har bir yotoqxonaga haftada 2 martadan fakultetlarga o'zi borib, talabalar bilan dars jarayonlari, ularning turish jarayonlari hamda ijara xonadonlarigacha borib o'rganib kelmoqda. Ushbu o'tkazilayotgan tadbirlarning asosiy maqsadi talaba yoshlarni yanada yetukroq, yanada salohiyatliroq, yanada mahoratliroq qilib, yangi O'zbekistonga yetuk bir salohiyatli kadrlarni chiqarib berishdan asosiy maqsadimiz. Universitetda Xalqaro talabalar kuni munosabati bilan tashkil etilgan uchrashuvda Navoiy davlat universiteti rektori professor Muhiddin Kalonov yoshlarga ta'lim bilan tarbiyaning chambarchas ekanligi, bunda ota-ona hamda ta'lim muassasasining o'rni beqiyos ekanligi to'g'risida alohida to'xtalib o'tdi. Shu bilan birga talabalar kasb-hunar egallashlari, ko'p kitob mutolaa qilishlari, vatanga muhabbat, ota-onaga, ustozlarga hurmat va ehtirom ila yuzlanishlari, til o'rganishlari xususida o'z tavsiyalarini berib o'tdi. Bugungi uchrashuv doirasida talabalarning muammolari eshitildi, ularning taklif va tashabbuslari qo'llab-quvvatlandi. Shuningdek, munozarachilarning ham, debatchilarning ham fikr va mulohazalari tinglandi. Biz joriy yilda yaqin kunlarda o'tkazilgan munozara intellektual o'yinida hokim kubogida birinchi o'rinni qo'lga kiritdik. Ushbu hokim kubogi 3 ta tilda o'tkazildi, ya'ni o'zbek, rus, ingliz tilida Navoiy davlat universiteti 4 ta universitet doirasida birinchi o'rinni qo'lga kiritdi va bunda talaba yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish, ularning iqtidorlarini namoyon qilish, ularning ijodiy salohiyatini kuchaytirish borasida munozara intellektual o'yini muhim darajada ahamiyat kasb etadi va bugungi uchrashuv doirasida ham rektorimizning tashabbuslari va ularning motivatsiyalari doirasida respublika doirasida ham birinchi o'rinni qo'lga kiritib, Navoiy viloyati sharafini yanada yuqori cho'qqilarga ko'tarib, o'z bilimlarimizni, salohiyatimizni namoyish etishni o'z yuragimizga tugib qo'ydik.
Tadbir davomida oliy ta'limdagi tub islohotlar, davlatimiz tomonidan yoshlarga yaratib berilayotgan keng imkoniyatlar xususida ham so'z bordi. Jarayonda bir guruh talabalar tanlov va sport musobaqalarida namunali ishtiroki uchun taqdirlanishdi. Sport sinovlarida o'tkazgan g'olib va sovrindorlar taqdirlash marosimi o'tkazilyapti. Viloyatimizda aprel-may oylarida talabalar o'rtasida sport sinovlari qabul qilindi. Jumladan mana shu prezident qarorini bajarish yuzasidan viloyatimizda mart-aprel oylarida 7-17 yoshdagi xalq ta'limi tizimidagi o'quvchilar o'rtasida, aprel-may oylarida oliy ta'lim talabalari o'rtasida o'tkazildi. Avgust-sentyabr oylarida aholi o'rtasida o'tkazildi. Sport sinovlarining eng yaxshi natija qayd etgan yoshlar bugungi kunda mana aynan bugun g'olib va sovrindorlar sport sinovlarining maxsus talablari bo'yicha bajarib eng yuqori, ya'ni 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinda egallaganlar hamda ixtiyoriy talablar bo'yicha bajarib 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinda egallagan yoshlar bugun taqdirlanyapti. Albatta bu e'tibor davlatimiz tomonidan yoshlarni, butun aholimizni sportga jalb qilish, sog'lom turmush tarzini targ'ib etishdan iborat bo'lib, mana shu e'tiborda sport vazirligi tomonidan g'olib va sovrindorlarga ixtiyoriy talablarni bajargan yoshlarga maxsus sport kiyimlari hamda maxsus talablarni bajarib g'olib va sovrindor bo'lgan yoshlarimizga ko'krak nishon hamda guvohnomalar berilyapti. Men sportning dasturi bo'yicha 8 yil mobaynida shug'ullanib kelaman. Hozirda 7 karra O'zbekiston chempioni, 5 karra Osiyo Kubogi chempioni, 3 karra Yevropa Kubogi chempioni, 4 karra Osiyo chempioni, MDH o'yinlari, Osiyo bolalari BRICS o'yinlarining g'olibasi, 2 marotaba jahon chempionati sovrindori, O'zbekiston terma jamoasi a'zosiman. Bugun rahbar va yoshlar o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Rektor rahbarimiz Muhiddin Kalonov bilan uchrashdik. Bu bizga juda ham katta motivatsiya bo'ldi desam adashmagan bo'laman. Biz yoshlarga qaratib berayotgan imkoniyatlari uchun avvalambor prezidentimizga katta o'z minnatdorchiligimni, sportchilar nomidan minnatdorchilik bildirib qolaman. Yaqinda bo'lib o'tgan prezident uchrashuvida ham kirib o'tgandim. U prezident uchrashuvimizda ham bizga katta ham e'tibor berayotganligini yana yaqqol namoyandasi bo'ldim. Chunki xudo xohlasa 2025-yil Alisher Navoiy yili deb ataldi. Navoiy viloyatida bu talabalarga ham katta kuch bo'ldi. Keyin yana bir narsa alohida ta'kidlandiki, Navoiy viloyati respublikamiz bo'yicha kirish bo'yicha 1-o'rinda turar ekan. Doim Navoiy viloyati 1-o'rinda tursin deb niyat qilib qolaman. 2024-yil ham o'ziga yarasha juda ham musobaqalarga boy bo'ldi. Yilni boshidan chempionatlarda faxrli 1-o'rinlarni egallab, yana bir marotaba O'zbekiston terma jamoasiga chetga chiqish kvotalarini qo'lga kiritdim. 2024-yil mart oyida Germaniyada musobaqaga bordik. Yevropa Kubogida faxrli 48 kilogramm vazn toifasida 1-o'rinni egalladim. Yoshlar o'rtasida Osiyo chempionati bo'lib o'tdi Janubiy Koreyada. Unda ham 48 kilogramm vazn toifasida kurashib faxrli 1-o'rinni egalladim. Yaqinda O'zbekistonda katta musobaqa bo'lib o'tdi. Bu ya'ni 42-jahon chempionati, ya'ni harbiylar o'rtasida jahon chempionati bo'lib o'tdi. Bunga katta ham e'tibor qaratilgandi. Biz katta tayyorgarlik ko'rgandik, o'quv yig'in mashg'ulotlarida ishtirok etdik. Men birinchi marotaba kattalar o'rtasida kurashib ko'rdim. Kattalar o'rtasida 48 kilogramm vazn toifasida jahon chempionatida faxrli 3-o'rinni egalladim. Bu yoqda natijalarim jahon arenalarida O'zbekiston bayrog'ini ko'klarga ko'tarib, yurtimiz sharafini doimo himoya qilib, oltin medallarni qo'lga kiritish meni eng katta maqsadim. Mamlakatimizda qabul qilingan oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida ilm-fan taraqqiyotini jadallashtirish, fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini jadallashtirish kabi vazifalar g'oyat ustuvorlik kasb etmoqda. Ta'lim jarayonlariga zamonaviy texnologiyalar, raqamli ta'lim dasturlari, innovatsion dasturlar qabul qilindi va sinovdan o'tkazilmoqda. Oliy ta'limning asosiy maqsad va vazifasi dunyo miqyosida yuksalish, e'tirof etilgan xalqaro standartlarga ega bo'lish, jahon sahnida top mingtalik o'quv yurtlari qatoridan o'rin olishdir. Shu bois mazkur ta'lim dargohida ham yosh avlodga ta'lim-tarbiya berishda art pedagogika sohasini o'rganish bugunning talabidir. Boisi bugun o'sib kelayotgan yosh avlod kelajakda shu jamiyatning asoschisi sifatida harakatda bo'ladi. So'nggi yillarda fanga kirib kelgan va jadal rivojlanib borayotgan art terapiya sohasi san'atning ta'siriga asoslangan tushunchadir. Art terapiyasi art davolash ma'nosida samarali va foydali sohadir. Shuning uchun u yoshidan qat'iy nazar ruhiy qo'llab-quvvatlanishga ehtiyojli insonlar bilan ishlashda keng qo'llanilmoqda. Art terapiyasida deyarli hech qanday cheklovlar yo'q, biroq bu haqiqatan ham yaxshi natijalarga erishish imkonini beradigan yo'nalishdir.
art terapiya ruhiy rivojlanish mavzusida tadbir tashkil etildi. Bu tadbirda art terapiya bo'yicha talabalarni tushunchalarini boyitish, ya'ni art terapiya nima, uni ertaga talabalar ish faoliyatini boshlagan vaqtda, kadr bo'lib jamiyatga chiqqan vaqtda art terapiyadan qanday foydalanish kerak, mana shular bo'yicha bugun tushunchalar berib o'tildi. Asosiy maqsad ham shu edi, ya'ni talabalarni art terapiya bo'yicha qurollantirish edi. Xo'p, endi art terapiya nima degan savolga keladigan bo'lsak, art terapiya bu shunday bir o'ziga xos metodikaki, buning afzalligi shundaki, agar sinaluvchida kuchli qarshilik bo'lsa ham, mana hozirgi kunda jamiyatimizda yosh ota-onalar bor va bolalar bor, yosh bolalar ko'pincha maktabga borgan vaqtda maktab psixologlari, maktab jamoasi ularga diagnostika qilishga yoki ular bilan ishlashda qiyinchilikka duch keladi. Ana shunday vaqtda art terapiyadan foydalanish mumkin. Bola har qanday savollarga javob berishdan qochishi mumkin, lekin qanaqadir bir rasm chizib ber yoki nimadir yasab ber degan vaqtda bola hech qachon qochmaydi va ana shu jarayon aynan art terapiya hisoblanadi. Art terapiya bu bir vaqtning o'zida diagnostika qiladi, bir vaqtning o'zida korreksiya qiladi. Ya'ni art terapiya bu san'at orqali insonga tashxis qo'yish yoki uni korreksiyalash hisoblanadi. Bu art terapiyaning tarkibiy qismlariga terapiya, rasm orqali chizish, undan tashqari qum terapiya, biblioterapiya va psixodrama kabi yana boshqa yo'nalishlari mavjud. Har bir sinaluvchini yoki bola shaxsini ichki ruhiy olamini bilish va unga to'g'ri diagnostika qilish va uni korreksiyalashdan iborat bo'ladi. Art terapiya bu hozirgi kundagi psixologiyada hamda pedagogikada eng ko'p foydalanayotgan metodikalardan biri hisoblanadi. Albatta, yoshlarning har jihatdan yetuk, salohiyatli kadrlar bo'lib yetishida oliygohda faoliyat yuritib kelayotgan 650 nafar professor o'qituvchilarning hissasi katta. Ular safida Dilnoza Usmonova singari yosh talabchan pedagog kadrlarning borligi. Yulduz Ochilova singari ko'plab talaba yoshlarning pedagogika sohasiga bo'lgan, aynan art pedagogika yo'nalishiga qiziqishlarini yanada rag'batlantirmoqda. San'atshunoslik fakulteti bo'lsa, nima aytasan yoki nima chalasan deb so'rashadi. Biz umuman bunga aloqamiz bo'lmagan. Lekin shunga qaramay afsuslanmayman. Chunki bu yerda o'qituvchilarimizning mehri, yosh o'qituvchilarimiz, tajribali o'qituvchilarimiz, undan tashqari chet elda ham boshqa qo'shni davlatlarimizda ham magistraturani bitirib kelayotgan o'qituvchilarimizning bilim berishi, bizga qo'llab-quvvatlab yordam berishi bu menga juda ham yoqadi. Art pedagogikasidan qum terapiyasi, yo bo'lmasa musiqa, drama terapiyalarida qanday shug'ullanish, nimalarni gapirish, darsda qanday o'zimiz tutishimiz. Bizda bu yerda ham nazariya, ham amaliyot darslari olib boriladi. Nazariyada o'qituvchilarimiz bizga bilim berishadi. Amaliyotda esa bizga maktablarda o'zimizni tutishimiz va qanday dars o'tishimiz haqida so'zlashadi. Amaliyot asosan bizni darsimiz hisoblanadi. Biz dars o'tib beramiz. Ustozlardan metodlarni, turli xil bilimlarni, keyin ilmiy ishlarga qanday yondashishlarni o'rganamiz. Ilmiy ish bo'yicha nasib bo'lsa kelajakda art terapiyadan drama terapiyasini olmoqchiman. Chunki drama terapiyasi ham keng, ham juda boy terapiya hisoblanib, unda turli xil vaziyatlarga, qiyinchiliklarga tushib qolganimizda o'zimizni qanday tutishimiz va qanday qilib chiqib ketishimiz haqida so'zlaydi. O'sha dramada, kinolarda ko'rgan holatlarimiz o'zimizda bo'lsa, qanday qilib to'g'ri yo'ldan borishimiz yoki qaysi yo'l xatoligini isbotlab beradigan teatr. Drama bu hayotiy hisoblanib, hayotdagi turli xil mavzular, undagi insonlarning qiyinchiligi va insonlarning hayotida bo'ladigan turli xil mushkulotlardan so'zlaydi. Drama va kinolarda biz o'zimizni hayotda o'sha qiyinchiliklarga duchor bo'lganimizda qanday tutishimiz, qaysi yo'l to'g'riligini o'rgatib ketadi. Biz nafaqat talabamiz, ya'ni baxtiyor talaba desak ham bo'ladi. Chunki biz yaqinda institutimiz, universitetni bitirib chiqamiz. Bu bizani eng katta yangiliklarimizdan biri. O'zimizni ham ma'naviy hordiq olishimiz uchun judalarda yaxshi fan, biz uni maroq bilan o'rganamiz. Art pedagogikaning turli xil turlari mavjud. San'at, musiqa, haykaltaroshlik, qum terapiyasi, turli xil terapiyalar mavjud. Art pedagogikada bitta ish emas, bitta musiqani eshitib ham boshqa ishni qilsa bo'ladi. Bu esa vaqtni tejashga ham ma'naviy hordiq olishga olib keladi. Kelajakda shu musiqa terapiyasini tanlab, ham boshqa ishini qilib, ham ma'naviy hordiq olsa, insonga yaxshi huzur baxsh etadi. Art pedagogikada ayniqsa jamoa bo'lib ishlansa yaxshi, individual ishlansa, har bitta o'quvchining xarakteriga moslab individual ham ishlash mumkin. Bugun bosqichma-bosqich ilmiy izlanishlar sari odimlayotgan yosh pedagog tomonidan o'tkazilayotgan tadbirlar esa yoshlarning nazariya va amaliyotni bog'lab o'rganishlarida mustahkam poydevor bo'lmoqda. Pedagog bo'lib faoliyat boshlaganimga hali ko'p vaqt bo'lmadi, ammo yurtimizda biz yoshlarga, pedagog kadrlarga
berilayotgan e'tibor hamda shart-sharoitlarga guvoh bo'lib turibman. Albatta bu e'tibor g'amxo'rlik yosh pedagog sifatida menga kuch beradi, yangi maqsadlar sari ilhomlantiradi. Bugungi tadbirni tashkil etishimiz ham mana shu e'tiborni namunasi. Bugungi kunda pedagogika psixologiya sohasi jamiyat uchun eng manfaatli yo'nalishlardan biri sanaladi. Yosh avlodga ta'lim tarbiya berishda bu sohaning rivojiga e'tibor qaratish bugunning talabidir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev har bir qadamda har doim ustoz shogird an'anasini rivojlantirish, o'zaro bilim tajriba ko'nikmalar asosida taraqqiyotga juda katta yangiliklar kiritish masalasini yo'lga qo'ygan. Eng birinchi ustuvor vazifalarimizdan bittasi ta'lim tarbiyaga birinchi o'rinda qaratilishi, bugun mamlakatimizning rivojlanishida ham juda katta o'ringa tutayotgan narsada albatta o'qituvchi ustozlarning juda ko'p hissasi bor, chunki prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning o'zi ham mening eng katta yelkatashlarim bu ustozlar, pedagoglar deb doimiy ta'kidlashi bizga juda katta kuch beradi. Bugungi kunda oliy ta'limda yangiliklar kiritish masalasi kuchaydi va yoshlar bilan amalga oshirilayotgan yangi innovatsion integratsiya jarayonlar juda to'g'ri yo'lga qo'yildi. Usmonova Dilnoza mana bizda yaqinda kirib keldi bizga. Undan oldin magistratura o'qidi, bakalavr o'qidi. Mana shunda ham biz o'zimiz ham ta'lim berganmiz. Usmonova Dilnoza tirishqoq vaqtida o'sha darslarni juda ham harakatchan talablarni bajarganligi uchun dissertatsiyalarni ham a'lo baholar bilan yakunlagani uchun bizni kafedramizga pedagog sifatida yaqinda kirib keldi. Yaqinda mana shu mavzular olib, u qizimiz ham juda harakatchan. Bizga boshqa o'qituvchilarimizga namuna bo'lyapti. Hamkasblari ustoz pedagoglar ta'kidlaganidek, pedagogika psixologiya kafedrasi o'qituvchisi Dilnoza Usmonovaning pedagoglik faoliyatiga hali ko'p vaqt bo'lmagan bo'lsa-da, uning o'z ishiga mas'uliyat bilan yondashishi, har bir dars mashg'ulotlarini o'zgacha, noan'anaviy tarzda olib borishi talaba yoshlarning art pedagogika yo'nalishiga bo'lgan qiziqishini oshirishga xizmat qilyapti. Bu universitetimda o'qiyotganimdan faxrlanaman va bu mening yana bir yutug'im desam ham adashmagan bo'laman. Universitetimiz barcha zamonaviy talablarga javob bera oladi va universitetimizda o'qituvchilar, o'quvchilar ham hammasi boshqa mamlakatlardan qolishmagan holda intellektual salohiyatga ega. Universitetimizda noodatiy fanlar o'tiladi. Ulardan meni qiziqtirgan va menga eng yoqqanlaridan yangi fanimiz art pedagogika fanini aytadigan bo'lsak, fanimizga ma'ruzachi o'qituvchimiz Hamidova o'qituvchi kiradilar, seminarda esa Usmon va Dilnoza Bahaderovna kiradi. Biz darsda befarq bo'la olmaymiz, qiziqib kirishib ketamiz. Darsda o'quvchilar hamma birgalikda qatnashadi, hech qanaqa loqayd, befarq o'quvchi qolmaydi. Darslarimiz qiziqarli, hissiyotlarga, hayajonlarga va emotsiyaga boy darslar bo'ladi. Darslarimiz amaliy, seminar, o'quvchilar ham dars o'tadi, o'qituvchilar ham albatta dars jarayonini qamrab oladi. Biz bugungi tadbirimizni tashkil qilishdan asosiy maqsadimiz art pedagogikaning, ya'ni dars jarayonida olgan bilimlarimizni, nazariy bilimlarimizni amaliyotda qo'llagan holda ularni tadbir ko'rinishida tashkil qildik. Ya'ni ustozimiz Usmonova Dilnoza Bahaderovna boshchiligida. Bu tadbir bizga nima beradi? Ya'ni bu tadbir bizga inson ruhiyatimizni davolashga, ya'ni ma'naviyatimizni o'stirishga imkoniyatlar yaratib beradi. Drama sahna ko'rinishlari, musiqiy chiqishlar va raqs, she'riy chiqishlar orqali olib beramiz tadbirni. Darhaqiqat, yoshlar jamiyatimiz kelajagi. Shunday ekan, har bir yigit-qiz o'z zimmasidagi bu mas'uliyatni chuqur anglab yetmog'i, ilm va tafakkurda yetuk va jamiyat kelajagi uchun munosib komil inson bo'lib, voyaga yetishga harakat qilmog'i kerak. Zero, har bir jamiyatning kelajagi o'z bag'rida voyaga yetayotgan, ilmda salohiyatli, kasbda iqtidorli va tarbiyasi yuksak bo'lgan yoshlar bilan o'lchanadi. Yoshligidan unumli foydalanib, o'zining ilmiy va ma'naviy salohiyatini oshirib borgan inson o'z zimmasidagi eng oliy vazifasini uddalagan hisoblanadi. Donolar aytganidek, yoshlikda olingan ilm toshga bitilgan naqsh kabidir.